Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojilarimiz bilan mudir tababim. Mana hojilarimiz hammalari mana Madina Munavvara ziyoratiga mana chiqishdi. Ana orqadan ayollar orqadan ham chiqoringlar. Chiqoringlar ha. Aravachani yuklaymiz. O'zdan olib chiqib ketavering. Hojilarni biz yuklab olamiz bagajlarga. Bo'ldi. Rossiyada. Aha. Oldida bitta joy qolsin hoji aka. Oldiga bitta joy qo'yinglar. Chiqib joylashaveringlar. Mana hammalari. Assalomu alaykum. Mana hoji aka birgalikda Madina Munavvara ziyoratiga mana chiqyapmiz. Hammalari birgalashib mana hojilarimiz hammalari chiqishyapti. Alloh taolo qiladigan ziyoratlarni o'zi qabul qilsin. Hammalari bu joylardan ulkan ajrlarni olib qaytishni Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Assalatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va alihi va ashabi ajma'in. Ammo ba'd, hurmatli hoji otalar, hoji onalar, mana Alloh taoloning izni bilan sizni biz mana bugun yana bir ulug' ibodatga, bir ulug' ziyoratga mana chiqyapmiz. Mana Madina Munavvara ziyorati. Mana men kecha ham aytdim, hoji onalar, hoji akalar, bir yaxshi niyat qilib olinglar. Mana shu niyatimizga yarasha Alloh taolo o'zi beradi. O'sha hadisda aytilganki, kimki agar Madina Munavvarani muhabbat bilan, ixlos bilan, mansob umidida chiqib ziyorat qiladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom o'zlari aytishyapti, shafaatim unga vojib bo'lur deyishyapti. Biz hammamiz shafaatlarga muhtojmiz, payg'ambar alayhisalomning shafaatlariga muhtojmiz. Hammamiz shuni niyat qilib, mana biz bir sahih hadisda eshitdik, shu hadisga muvofiq men bir yaxshi niyat qilaman. Xudo xolasa mana bu Madina Munavvarani payg'ambar alayhisalom bosgan qadamlari, muborak nazarlari tushgan joylari mana hozir chiqyapmiz. Kimki mana ichimizda bittamiz yo qaysi birimiz payg'ambar alayhisalomni bosgan izlarni bosamiz xudo xolasa. Mana hammamiz ko'rgan, mana nazarlari tushgan joylarni nima qilamiz, ko'ramiz. Mana shu umidda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bosgan qadamlarni xudo xolasa men ham bosaman. Ko'rgan joylarni ko'raman deb turib, mana yaxshi niyat bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan mana bu savob umidida chiqib mana ziyorat qilsak, Alloh taolo sizni bizga payg'ambar alayhisalomni xudo xolasa shafaatlardan hammamizni nasibador qiladi. Shuning uchun hammamiz hozir bir duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor olam, mana bu ulug' o'zingni muborak degan joylaring, aziz degan joylaring, muqaddas degan joylaringga mana hojilarimiz bilan xolis niyat qilyapmiz. Mana sahab yo'lida hammalari ixlos bilan, muhabbat bilan mana niyat qilishyapti. Alloh taolo mana bu qiladigan ziyoratlarimizni oson qilgin. Hammalarimizga, nomi amallarimizga bir ulkan ajr savoblarni olib kelishlikda Allohim hammalarimizga o'zing nasib ro'za aylagin. Bismillahir tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammadin va alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. O'ng tomonimizdagi Qur'on bosmaxonasi bo'ladi. Mana shu Madina Munavvarada ham Qur'on bosmaxonasi. Hammalaring eshitgansizlar. Mana bu o'ng qo'limizdagi Qur'on bosmaxonasi bo'ladi. Mana shu hozir kirib, mana ko'rdinglar, mana bu Qur'onni ham nimasini qilib qo'ygan mana. O'sha kitobda mana o'sha ramzini ham qilib, mana shu bosmaxona bo'ladi Qur'on. Mana kirishyapti, hammalar mana hojilar kirishyapti. Mana shu Qur'on bosmaxonasi bo'ladi. Hozir xudo xolasa Alloh nasib qilsa, sizni biz ham tushib kirib, bir ziyorat qilib chiqamiz xudo xolasa. Mana shu Qur'on bosmaxonasi bo'ladi. Hojilarimiz kelishgan mana bu joyga, aziz joyga mana Qur'on
bosmaxonasiga hammalari navbat qilsa kirib Qur'on bosmaxonasida ziyorat qilib bitta Qur'onlarni hadya qilib olamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji onalarimiz, hoji akalarimiz bilan birgalikda Alloh taolo nasib qildi mana Qur'on bosmaxonasiga mana keldik. Mana Madina-i Munavvaradagi mana Qur'on bosmaxonasiga mana hojilarimiz hammalari mana muhabbat bilan mana ziyorat qilgani, Qur'on hadiyalarni olgani kelishdi mana hammalari. Hojilarimiz birgalikda mana hoji onalarimiz hammalari birgalikda kelishdi mana. Mana hoji akalarimiz hozir nariga mana kelishyapti. Mana hoji akalarimiz ham kelishyapti mana. Hoji akalarimiz ham hammalari mana Qur'on bosmaxonasiga mana ziyoratiga mana Qur'on hadiyalarini olish uchun mana kelishyapti hammalari. Akalarimiz hammalari kelishyapti. Alloh taolo hammalarini qiladigan ziyoratlarni Alloh taolo qabul qilsin. Qur'on bosmaxonasi hojilarimiz hammalari Бабушка. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Qur'on bosmaxonasini mana shu ichidagi mana manzara ko'p hojilarimiz kelgan mana juda bir go'zal mana gullar, mana daraxtlar, juda bir go'zal manzara mana. Hojilarimiz bilan mana birgalikda mana hammalari mana maysalarim juda bir ko'kmak, juda go'zal. Hammalari mana bosmaxona mana Qur'on beradigan joy. Mana hammalari kelishyapti mana. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji akalarimiz bilan birgalikda mana Qur'on bosmaxonasiga keldik. Mana Qur'on bosmaxonasi mana Qur'onlar birgalikda mana hammalari Qur'on bosmaxonasiga kelishdi. Alloh taolo ziyoratlarini qabul qilsin. Alloh taolo qabul qilsin ziyoratlarini mana hammalari kelishyapti mana Qur'on bosmaxonasiga. Alloh taolo hammalarni zurriyotlaridan qorilarda, qur'onlarda, qoriyalarda, olimalarda chiqarsin Alloh. Ularni muhabbat bilan Qur'on bosmaxonasiga mana Qur'on bosmaxonasiga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana sizlarimiz bilan birgalikda Qur'on bosmaxonasiga kelganlar. Qur'on bosmaxonasi. Qur'onlar mana chop etilyapti. Maşallah, maşallah. Mana bu joyda tayyor mana.
ko'rdinglarmi mana? Tayyorani patlonga qo'yapti ana tayyorlarini. Mana bu yerda chop etilyapti mana. Ha mana bu tomonda chop etilyapti mana. Mana bu tomonda Qur'onni mana chop etilyapti. Mana varaqlari mana shuni kesib mana hojilarimiz hammalari yuraveramiz bizga. Mana bu tomonda varaqlari chop etilyapti. Ko'rdinglarmi hojonalar? Mana o yoqda kesilib o'sha nimaga beryapti. Tikkani o nari tomonda tikyapti. Qur'onni o'sha nimasini tikib bu holatda tayyorini mana nari tomonda chiqaryapti. Mana hojonalarimiz hammalari Qur'on bosmaxonasi mana ziyorat qilishdi. Hammalarni zurriyotlardan qorilarda, qurollarda, qoriyalarda, nimalarda chiqarsin Alloh taolo. Mana Qur'onga xizmat qiladigan qorilarni chiqarsin. Bizlarimiz hammalari mana injani burada tayyor karoslar, bu vaqti varoqosha. Mana inja chop karos varoqosha ditdimi? Mana tarafında hammasi chop karos, ular durust, ularda burada varoqosha. Ularda o tayyor karos. Sofra ko'rganlarimiz mana hammalari Qur'on bosmaxonalarini mana ziyorat qilyapti. Alloh taolo qabul qilsin hammalarini ziyorat qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigor hamd qo'yishamiz. İşte Allah razı olsun.